Okam yana stories qo'yaptilar. Menga qara, nima bunaqa storieslar qo'yaverasan, ha? Siqilgan nimadir. Mana nima bu? To o'lguncha do'st bo'lamiz degan do'stlarim. Bugun men yaxshilik qildim bilmaysanlar-a? Agar bir xato qilsam, kovlamasdan tinmaysanlar-a? Nima bu? Tep ketdimi senga og'ayni? Qiynalgan paytimni hammangni basharang ochildi. Endi bu yog'iga boshqacha salom alik bo'ladi. Boshqacha. Shunda qanaqa u boshqacha? Shu payt gaplashamiz. Uff, men qarang, qo'yma shuni. Boshingga tushganda kulfat. Ana shundan so'ng Do'stlaring sakin albat. Eski do'stlar. Nima qilsan, kech bo'lganda? O'rtog'a mashina qo'yaman. Yotib uxlasang-chi undan ko'ra. Kerakli odamlar o'zi uchun shunday tushib oladi jigar. Men buni qo'ysammikan? bilasan, Murto nega seni yaxshi ko'raman. Bor boshqa xonaga chiqib yotay. Hali shunaqa kunlar keladi. Sizni basharangizga yopilgan eshiklarni teshigidan sizni ko'rish uchun o'sha eshikni yopganlarni mo'ralaydi. Tushunyapsizmi? Bu hayot qonuni. Ne bunaqa bola ekan, ha? Yo, yer yuzidagi hamma yomon, bitta bu hokson. Dunyodagi hamma yomonlik shunga qilingan. Qalbi kristyanniku, u sodiq do'st bu, xaytku. Mana yana qo'yibdi. Yozib ko'ringchi, tinchlikmikan? Yozmaga, tinchlik, qo'yur. O'zim hal qilaman. O'zi shunaqa ishi yo'q. Atali odamlar bor deydi. Qaqqa ketgan ekan bu titat ekanlar. Ular! Voy! Yana nima bo'ldi? Bo'lmish. Pulim borda hamma atrofimda kirdi kapalik bo'ldilar. Endi hozir do'stlarim Yosefga xizmat tashab ketdi. Hamma soxtasanlar, soxta! Gapingda jon bor. Bitta gap aytaymi? Sen yag'irni qachon o'zi puling bo'lgan, ha? Turib ishla, atrofingdagilarda ayb qidirurmasdan. Men hali kuchli bo'lib qaytaman. Qachon? Ha? Chakri urmasdan turib ishla, yo'qol.